tong tushdi. Qani tashqariga chiqaylik, hamma yoq tinchmikin ha? Zombi-pombilar yo'qmikin? Qaraylikchi. Tinch hamma yoq eshitma yo'q. Xo'sh. 34-qishlog'imga ham kimdir kelarmikin ha? Bu yeni zombilar hujumida yakson bo'lib ketuvdi. Do'stim bilan qurdik. Do'stim qayergadir ketuvdi. Hali qaytmadi yo'q, qaytdimikin? Yo nimadir bo'ldimikin? Bu yerda uyim bor, bu yerda maktabim bor mana. Hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Obunachilar, iltimos 500 ta bo'lishimizga yordam beringlar. Agar ikkinchi qism chiqishini xohlasanglar, bu yerda do'kon, bu yerda hovuz, bu yerda do'kon, ikkinchi qism chiqishini xohlasanglar, 500 ta like, 500 ta obuna xohlayman men. Sizlar ikkinchi qism chekkaga o'tib turib chiqqan gul bor ekan, olaychi. Salom, kimdir bormi? Kim keldi? Men Hayotbekman. 33-qishloqdanman. Ha, yaxshi, 34-qishloqqa xush kelibsiz. Yaxshi, men yozgi ta'til sheyda o'tkazmoqchiman. Ha, yaxshi. Nima ishlaysiz? Men konchiman. Kon bormi bu yerda? Ha, konim bor, anada bor. Bu maktab. Menga birorta uy bormi? Ha, shayda mehmonxona bor. Xo'sh, siz yoshingiz nechida? 16 da. Meniki ham 16 da, teng Mening ekanmiz. do'stim bor. Ha. Gapingizni eshitib qoldim. Do'stingiz aniq ikkinchi qismda keladimi? Ha, ikkinchi qismda do'stimni chaqiraman aniq. Sizni do'stingiz ham chaqiraylik. Agar do'stim kelmasa, uni qutqaramiz. Kiravering bemalol. Aha. Eshik ochaylik, qani ketdik. Mana shu ramkaga ismingizni yozib qo'ying. Iltimos. Bo'pti. Siz xonangizligi bilinib turadi. Soat bor menda, beraymi? Aha, kerak bitta ayniqsa. Aynan kerak bitta. Mana menga bitta. Men sizga bitta. Ha, ish qilayotgan egasman, yozib qo'yaman sandig'ingizga. Ha, rahmat. Endi birpas mizg'ib dam olish kerak. Aytgancha sizga men ichkari xona yoqdimi yo tashqari xona yoqdimi? Ichkari xona yaxshiroq bo'lsa kerak. Yo'q. Mana xona yoqdimi yo mashina siz turayotganingiz yaxshimi? Mashina turayotgan yaxshi. Xo'sh, do'stingiz kelsa, ashaga joylashtiramiz. Aha. Meni do'stimga ham yangi uy qurish kerak bitta. Bo'pti, birpas mizg'ib olaylik. Ha, mizg'ib uxlab oling maza qilib. Siz ham. Boshim qattiq og'riyapti-ku, nima qilsam bo'ladi? Ketdik, konga ketdik. Uyqum kelmayapti. Cho'milib olarmiz ha? Keyin. Ketdik. Men cho'milmayman. Ha, bo'pti, siz cho'milmasangiz. Xo'sh, ketdik konga. Aha. Men birinchi o'rinda olmosli kirka qilib, narsa qilishim kerak. Kuchayishim kerak. Va pedrokini olib, sehrlash ustoni qilmoqchiman. Obsidianni olib. Aytgancha men ismimga e'tibor bergan bo'lsangiz kerak a? Aha. Noodatiy ism. Obsidian yangicha. Noodatiy sal. Xo'sh. Sizning birorta yaqiningiz bormi? Ha, mening yaqinim bor. Do'stim faqat. Xo'sh, menda ham bitta do'stim bor, u haqida ikkinchi qismda aytaman. Tashqaridan taxta chopib kelamiz. Ha, men vaqtim yo'q, ozgina chopib olaman. Aytgancha bu kon haqida sizga gapirib bersam, bu kon har qismda yangilanadi, chunki konim jonlida sal jonli, chunki yangilanishining sababi har safar bu reaksiyaga uchragan bu konim o'shaning uchun yangilanaveradi. Cho'milasizmi? Ha, cho'milab, ana bular bor ekan, yangil olach. Yaxshi, men taxta chopib olay. Ha, bo'pti, chopavering. Ikkinchi qism qachon bo'ladi? Ikkinchi qism xudo xolasa 500 ta like va 500 ta obunachidan so'ng. Iltimos obunachilar bizga yordam bering. Shu 2 oydan bir olavering ovqat. Kalit tushib qoldi qo'lingizga. Uyim kalit tushib qoldi. Xo'sh, shu uyingizni kaliti. Xo'sh, 2 oydan bir 500 ta bo'la olmayman, chunki ba'zi shorts qo'ydim. Endi shu yo'nalishda tanladim uzun video qo'yish. Iltimos obunachilar, ba'zi obunachilar doim kuzatadiganlar yo yangilar bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying men kanalimni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Ketdik qana shaxtaga. Ha, hozir to'xtab turing, ketadi. Yasadim sizchi? Ha, yasadim men ekan. Bitta rasm chizing. Video oxirida bitta rasmga tushib olamiz. Hozir. Xo'sh. Nima qilsak bo'ladi? Kongacha qulplab kelar uyni. Aha, Big'ib uradi zombilar bo'lmasam. Aha, bo'pti.
buni montaj Buni montaj qilgani ancha vaqtim ketdi. Shuning uchun obunachilar iltimos like va obuna bosib qo'ying. Bu kishini Hayotbekning do'stini ham ikkinchi qismda albatta olib kelamiz. Agar sizga bu qism